Salom hammaga, sizlar bilan TTA. Men yangi stream sniperchiman va endi men sizlar bilan PUBG kontentlarini olib boraman. Agar Xudo xohlasa, yana bir orzulardan biri faqat PUBG kontentini emas, ya'ni boshqa o'yinlarni ham olib borish. Hozir bu kanal yaqinda ochildi va bu kanalni ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu kanalga meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Va bu videoga ham like bosishni unutmang va obuna bosib qo'ying. Hozir men sizlarga PUBG'da eng kerakli bo'ladigan bir narsani ko'rsataman. Mana har devorning oldiga boradigan bo'lsak, mana shu qizil strelka chiqib qoladi. Bu bizga juda ham noqulaylik beradi. Nega deydigan bo'lsanglar, mana 60 menga xuddi ko'rinmay qolyapti. Hozir men sizlarga buni to'g'rilashni o'rgataman. Sozlanmalar bo'limiga kirib olamiz va takomillashni ham boshqaruvga kirib olamiz. Unga kirib olgandan keyin ikkinchisiga o'tib olamiz va sal pastroq tushadigan bo'lsak, mana nishon olish to'silgani haqida ogohlantirish turibdi. Mana o'shani yoniq turibdi. O'shani o'chiq qilib qo'yamiz. Ana stroykadan o'rnidan chiqib, mana endi boradigan bo'lsak ham hech narsa bo'lmaydi. Va mana keyingi videoda o'zim haqimda gapirib beraman. Hozir sizlar bilan TTA bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.